Bezararli nuqtasini noto'g'ri hisoblasangiz, butun moliyaviy rejangiz ham noto'g'ri bo'lib qolaveradi. Keling, uni qanday to'g'ri hisoblash kerakligini ko'rib chiqamiz. Aslida bu siz o'ylaganchalik murakkab emas. Faqat bitta muhim qoida bor. Avval xarajatlarni to'g'ri ajratib olish kerak. Chunki aynan shu yerda eng ko'p xato ham qilinadi. Barcha xarajatlar ikkita qismga bo'linadi. Doimiy xarajatlar va o'zgaruvchan xarajatlar. Doimiy xarajatlarda bu sotuv bo'lsa, bo'lmasa to'lanadigan xarajatlar. Masalan, ofis ijarasi, xodimlarning fiksiya oyliklari, buxgalteriya, internet, litsenziyalar. O'zgaruvchan xarajatlar esa sotuvga bog'liq. Qancha ko'p sotsangiz, ular ham shuncha ko'payaveradi. Masalan, mahsulot tannarxi, xomashyo, qadoqlash, yetkazib berish, sotuvdan to'lanadigan qanaqadir komissiyalar. Mana endi hisoblashni o'ziga kelamiz. Mavzuni davom etishdan oldin e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Biz aynan ishlab chiqarishdagi biznes egalari uchun maxsus kalkulyator tuzdik. U orqali siz qayerda xato qilayotganingizni, qayerda pul yo'qotayotganingizni va qaysi nuqtalarni kuchaytirish kerakligini ko'rishingiz va tavsiyalar olishingiz mumkin. Kalkulyator mutlaqo bepul. Sizdan faqatgina 6 ta savolga javob berish talab qilinadi xolos. Va tizim sizga taxminiy yo'qotishlaringiz va hamda biznesdagi asosiy xatolaringizni raqamlarda chiqarib beradi. Nima uchun bizga bu muhim? Chunki biz har bir tomoshabinimiz o'z biznesini raqamlarda tushunishini xohlaymiz. Shunda videolarda aytayotgan fikrlarimizni ham amalda qo'llash osonroq bo'ladi. Javoblaringiz maxfiy saqlanishini kafolatlaymiz. Kalkulyator havolasini pastdagi opisiyaniyada qoldiraman. Avval oylik doimiy xarajatlaringizni hisoblab chiqasiz. Keyin esa har bir sotuvdan sizda qancha mablag' qolishini aniqlab olasiz. Ya'ni tushumdan o'zgaruvchan xarajatlarni ayirasiz. Bu marjinal daromad. Endi doimiy xarajatlarni shu marjaga bo'lasiz. Natijada biznesingiz bir oyda kamida qancha tushum qilish kerakligi ko'rinib chiqib keladi. Mana shu bezararli nuqtasi. Lekin yana bir muhim jihat ham bor. Agar xarajatlarni noto'g'ri ajratsangiz yoki ayrim xarajatlarni umuman hisobga olmayotgan bo'lsangiz, chiqqan raqam ham noto'g'ri bo'lib chiqaveradi. Shuning uchun men doim bitta narsani aytib kelaman. Bezararli nuqtasini hisoblash unchalik qiyin emas. Eng qiyini hisob kitobingizni tartibga keltirib olish. Chunki to'g'ri raqamlar bo'lmasa, eng yaxshi formula ham sizga to'g'ri javobni bermaydi. Agar siz biznesda pullaringiz aniq qayerda ekanligini bilmayotgan bo'lsangiz, nimaga doim pul yetishmasligini tushunmayotgan bo'lsangiz yoki biznesingizni raqamlar orqali boshqarishni xohlayotgan bo'lsangiz, men 25 daqiqalik bepul video tayyorlab qo'yganman va u yerda biznesni moliyaviy hisob-kitobini qanday qilib to'g'ri yuritishi, biznesdagi 3 ta asosiy hisobotni joriy qilishi va pul oqimini qanday qilib to'g'ri, sifatli va unumli nazorat qilishi oddiy, tushunarli qilib ko'rsatib berganman. Ushbu videoga havolani pastdagi tavsiflarda qoldirib ketaman. Eng muhimi, unutmang, biznesni hissiyot bilan emas, raqamlar bilan boshqarish kerak. Keyingi videoda yana bir muhim moliyaviy mavzuda gaplashamiz. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang.